Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 13 mart 2026-yil Andijon viloyati avtomobil bozoridamiz. Bugungi narx-navolardan sizlarga ilindim. Mana akalarimiz mashinalar bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akam yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Ko'bolsiz nechinchi yil aka? 2020 2020 yurgani 273 ming. 273 ming kirashganchi. Kraska bitta petno bor. Bitta petnosi bor, mexanika. Avtomat. Avtomat, ha? So'ragan holati. Pullari-chi aka? Pullari 8800 dancha tushib beramiz. 8800 dan o'tib beriladi. Agar 1-2 ming yetmay qoladiganlarga variant qilib berilaveradi. 1 oy 15 kun qilamiz. Ha, 20 kun, 1 oy, 2 oy uzadi. Demak, naq ekan boshda. Yana mana o'yasizlardanmi? Bu Lasetti sizlardanmi aka? Nechinchi yil? 2012. 2012 kirashgasichi? Toza yurganichi? 229. Pulichi? 7 ming. 7 ming kam bor mana. 2012-yil toza. Toza Lasettilar bor ekan hali ham mana. Shunaqa bu jentirgansizlar akami? Yili nechi buni aka? 15. Kirashgasi toza. Toza kirash. Yurganichi? Yurgani 228. Motorlar zo'r. Motor hadovoy. Xohlagan hujjat bo'laveradi bu. Hamma mashina xohlagan hujjat bo'laveradi. Bu puli nechi pul aka? 7,5 minggacha o'tib beramiz. 7,5 kam bor. Ha, nomor. Bo'ldi. Mana o'rtoqlar narx-navolar ko'ryapsizlar. O'zimizni qadrdon akalarimiz, hujjatlari zo'r bular. Xushnud aka, qiziqqanlar, oluvchilar bo'lib qolsa sizga telefon qilishaversinmi? Qilsin. Nechi nomeringiz? O 99 99 604 33 39. 604 33 39. Telefon qilaverasizlar akalar. Navoda tusha olmasanglar, o'zimga qilaverasizlar. 90lik 217 3077 93lik 577 76 79. Men o'zim agar tusha olmasanglar, bularga o'zim telefonlashib, gaplashib, xudo xolasa ishinglarni bitirishga harakat qilamiz inshaalloh. Mana. Endi gapiring. Yili 2017. 17. Bitta eshik, bitta Bitta kiloda kilografiya bor. Yurgani Yurgani 124 ming. 100 yo'q, yurganlari zo'r ekan mana. Konditsioner hamma yo'q bor. Xohlagan hujjat bo'laveradi bu ham. Bo'ladi. Narxi nechi pul buni? Narxi 3700 dan tushib beramiz. Ana bo'lmasam 3700 kami bor. 17 Matiz. Ayerda yuzaki kraska o'zi. Bunaqa Ha, ana qo'ymagan. kalta yo'q deng. Balonlar ham yangi ekan mana. Hozirgi nomerlarga murojaat qilaverasizlar, kimdadir Matiz qiziq bo'lsa. Rollari ham Alexdan ekan, injig'idan ekan rollari ham mana. Voh, jonivor mana rollarni qaranglar mana. Stoplarni qo'yib qo'ygan ekan, star stoplarni. Chexollari ham yaxshi. Necha o'ziniki ekan, zavod ekan. Polirejinga tashlab qo'yibdi. Shu. Aziz vatandoshlar, mana Lasetti avtomobilimiz 2013-yil yurgani qancha edi? 233 ming yurgan, toza hisobda bir ikkitami, uchta kichkina petnochlari bor ekan. Mashina o'ta ham ideal holatda yopib qo'yishdi, toz baraka bo'ldi bu. Baraka bo'ldi, shuning uchun yopib qo'yish. Balonlari ham zo'r ekan. Mana shu mashina o'rtoqlar 6750 ga baraka bo'ldi. Lasettiga qiziqib yurgan, avtomatga qiziqib yurganlar mana shu mashinadan naqd chiqarib olaverasizlar. Demakki, meni pulimga mana qancha kelar ekan deb o'zingizlar naqd chiqarib olaverasizlar. Go'zali 6750 bo'libdi. O'zimiz qadrdonlar xohlagan hujjat bo'laveradi. Bo'laveradi, bu hujjat. Bu hujjat chiqar ekan. Yo'q mashinadan. Go'zal ekan. Mana hisobini mana shunga qarab olaverasizlar vatandoshlar. Bugungi kunga holatiga qarab, bugun 26-yil 13-mart. Mana Nexia 3 avtomobillarimiz. O'zimizga qarashli, o'zimiz tanishlarni mashinalarni videoga olib qo'yapmiz vatandoshlar. Nimaga deganda ertaga misol uchun dokumenti, u generalniy manaqa u desa, ha bo'ldi, ular yaxshi bolalar deb biz ham o'rtaga tushib gapiraveramiz. Mana Nexia 3lar bu nechinchi yil? 2018. 2018 avtomat korobka, toza. Bitta kapotda kraska petnosi bor. Yurganchi? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan. Bu Toshkent nomeri ekan. Dokument Toshkentda bitadimi, shu Andijonda bitadi? Andijonda bitadi. 4-paketlari metan gazi bor. 4-paketlari metan gazi bor. 10 shumka. O, go'zal. Nech pul puli? Pul aka kanal 77 beramiz. 77 ga beraveramiz. Bunisi mana. Bu ham Toshkentlik. Bu ham Toshkent mexanika. Aha. 180 ming. Kraska. Bir qo'l kraskasi chap killasida bor, bitta petnosi bor. Aha. Xo'p, narxi. Narxi buni 6600 ga beramiz. Navoda qiziqib qolsa, xayri bor baribir, ha? Bo'lishi.
bo'lishlarini aytyapsiz. Bo'lishi. Endi bularni Bozorda masalan haligi 38 dan kimdir puli 1-2 ming, 1-2 oyda 3 oyda bo'ladi deydi. Ana shunaqalarga ham chiqaveradimi? Masalan aka 2 ming misol uchun mana qayerda 3 ming mana qayerda desa, Ko'rmay nabo. puli bor endi gaplashamiz. Variant qilib kelishilaveradida. Ha, kelishib Endi beradi, qiziqqan jonli jigarlar uchun telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz. 90lik, 90lik 141, 141 30 20. 30-20 ga murojaat qilaverasizlar, ukam bo'ladi. Dokumentlar ular ham xudo xolasa yaxshi mashinalar, yaxshi ishonchli odamlar mashinalarini ushlaydi bu ukalarimiz ham. To'g'ri kelgan hali ovora olmaydi hali. Arzon ekan deb. Mana holat. Telefon qilaverasizlar aziz vatandoshlar. Mana o'zimizni Qizil Gentra'mizga yetib keldik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 240 ming yurgan motori, korobka hamma yo'g'i zo'r. O'zimiz Shahrixonning mashinasi. Sakadiskalari ham go'zallardan qo'yib qo'yilgan. Ichki holatlari ham tiniq holatda. Mana ichki holatlari ham go'zal holatda. Pulti hamma sasvochi polik yaxshilardan qo'yilgan. Balonlar ham yumshoq balonlar qo'yilgan. Telefon qilaverasizlar 90lik 217 30 77 93lik 577 76 79. Narxi aziz vatandoshlar 6700 kami bor. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beramiz xudo xolasa. Rangi ham haligi o'ta go'zal tiniq rangida. Bir marta qo'yganman, yana bir marta qo'yib qo'yapman. Bugun ham bozordamiz.